yaxshi edi, mayli. Atala. Janda bir necha super sevlarni amalga oshirdi. Ayniqsa o'sha yuzi bilan amalga oshirgan seyvi hozir xalaq qiladi deb umid qilamiz. Zarba natijasida Birinchi bo'lib turib Venesuela terma jamoasi futbolchisi tepadi. Mana shu penaltilar seriyasining bosimli yo'qligi jahon chempionati shukur. ha, Hech narsa yo'qotilmaydi degan. Rondon to'pning oldida Salomon sonaman hozir deyapti. Abduvohid esa qaytaraman deyapti. Va Qaromal Venesuela oldinda. ha, Ne'matov boshqa tomonga tashlandi, Salomon Rondon esa boshqa tomonga zarba yo'lladi. Tajriba o'z so'zini aytdi. O'tirib kelsa kerak birinchi. Ha, menimcha shunday jamoa sardori zarba yo'lladi Venesuelada ham. Bizda ham Odilbek Shukurov menimcha mas'uliyatni o'z zimmasiga olsa kerak. Yo'q, Iskandarov ekan, Iskandar. Shapoyoqda tepadigan futbolchimiz boshlab berishi. Lekin Neftchida penaltilarni u ijro etadi. Bunga ishonamiz. Biroz hayajonli birinchi bo'lib gol o'tkazib borganimizda ayniqsa aytgan shekilli men boshlab beraman. Xo'sh. zarba va gol. Ostoldi zamon. Lekin so'lqon zarba bo'ldi. Uchakka Amir Qo'rqib turgandim. Jose Contreras yana yo'nalishni topib, o'zi o'yin mobaynida ishlayapti-ku, olmas ekan bu darvozabonni. Shunaqa yana to'pni egallab olsam olmas ekan-da. Olmas ekan. Shunaqa olmas bo'laversin. Bizga takroriy lavhalar namoyish etilyapti. Hayron bo'lmang, 2-1 hisobida oldinga chiqib olmadik. Va endi Ne'matov katta sahnaga chiqishi kerak. Yoki mana bu futbolchi noaniq zarba yo'llashi kerak. Luis Gonzales zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi. Qaytaradi Abduvohid. Yetib tursa. Hop, Yo'nalishni topdi. Topdi, ammo yeta olmadi. Luis Gonzales ham kuchli zarba yo'llagan ekan, xuddi Iskandarov kabi. Teparmiki o'zi? Boya aytib. Ha, boya ikki raqamni ko'rsatayotgandi. Sheriklardan biriga ber. Sal qoldi, sal qoldi. Wow, Baribir ikkinchi bo'lib tepish biroz bosim yuklaydi. Lekin boya aytdingiz-ku, birinchi bo'lib tepganimiz ma'qulroq edi. Chunki hisobda ortda bo'lyapmiz hozir. Lekin vaziyatni o'nglashimiz mumkin. Sherzod Temirov. kuchli zarba yo'llamoqchi. Hop, darvozabonni bu tomonga ag'dardi. Olmasni. Olmas ekan. Qaytara olmas. Doim kulib turadigan Abduqodir Husanov va Razov kayfiyat yomon emas, lekin biroz hayajon sezyapti. Tepadigandek keldi. Ha, shunaqa tuyulgandi menga. Endi Iroq chempionatini yondiryapti Temirov, ancha tajriba to'plab qo'ydi. Bejiz terma jamoa libosida harakat qilmayapti bu futbolchimiz. Va endi Jamoaning zo'r futbolchilaridan biri. Ne'matov katta sahnaga chiqish kerak. Eng zo'r futbolchisi emas. Sosa Carlos. Sosa. 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 Bilardik. Yasha. Senda shu qaytarish asosi borligini bilardik. Sosa teskarisi asosi. Ne'matovdan chiroyli sev. Abduvohid baribir chiziqdan chiqib ketmadi. seriyada o'z so'zini aytadi. Yo'q, joyida. Barchasi joyida. Ashurmatov rosa gol urmoqchi bo'ldi. Goldan qayta. Va qahramon bo'lishi mumkin. Burilish nuqtasida turib. Birovga ustunlik biz tomonga o'tdi. Ashurmatovga nisbatan bosim kamroq. Ikkinchi bo'lib tepishni yaxshi tomonlari ham bor. Jose Contrerasga qarshi Rustam Ashurmatov. Tanishtiramizmi?
o'zini ham tanishtirib qo'yadi hozir menimcha darvozabonga Barselona darvozaboniga Ashurmatov zarba ham o'sha tomonga tepyapti va bu menimcha murabbiyning ko'rsatmasi. O'ngga teplaring, shu o'ng bilan boshlasalar ishlaring yurishadi deb yomon oyoq bilan chiqish kerak deydi. va Contreras bu safar ham olmas. O'zidan o'ng tomonga tashlandi. Ashurmatov o'zidan o'ng tomonga zarba yo'lladi. Bittasida darvozabon otildi, lekin ikkitasida boshqa tomonga. Va Ne'mat ustunlik paydo bo'ldi hozir. Qaytardi. Va ana bu hujumchiga kep olmasa va ruhiy bosim ham o'tkazdi. Hozir Ne'mat oldinga chiqib, 5 raqamli futbolchiga qarshi chiqyapti hozir. Teo Quintero. Ular chap tomonga tepyapti-yu. Nima qilyapti? Abduahad. Bala. Juda kuchli tepdi. Teo juda kuchli tepdi. Lekin Abduahad yana topdi. Yo'nalish topganda foydasi yo'q edi. Ammo mana endi jamoa sardor. Otabek Shukurov. gol Bo'lashyapti bo'lsa keyingi zarbani kutamiz. Va Abduahad qahramon bo'lishi bir yoqimli his bo'ladi. Jamoa lideri Shukurov, Jose Contreras unga qarshi Otabek Shukurov zarba. Ana shu tomonga. 10. Duo qildi. Yaxshi ham mana bu o'yindagi olmos taraflarda o'zi o'yin bor. Kanavaran turishadi. So'qon Otabek ham bir soniyaga xayrli o'ynab qoldi. Penaltisiga ham o'xshadi, hali o'ylanib qo'yadi. Ko'p birlashgan odamlar. Chaplagandan muzlab qolganlar. 5 mana bunisini qaytarsa, Segoviyani qaytaradi. Inter Miami vakiliga qaytarsa, FIFA Series chempioniga aylanamiz. Zarba. Hammasi yaxshi deb lekin qolganlar. Face to face ishtirok etmoqchi Jose Contreras oldinga chiqib unga biroz bosim o'tkazishga harakat qilib ko'rdi. Oxirgi umidi va terma jamoamiz aql markaziga topshirilyapti. Akmal Mazgavoy. Bitta chapga tepdi va shu bilan tugadi o'yin. Va biz yana bir turnirning g'olibiga aylanyapmiz. Judayam aqlli zarbalar. Va vaqti kelib quchoqlayotgani ham to'g'ri. Chunki bitta save Series turniri g'olibiga olib chiqadi servislar. Mana Fabio Cannavaro tabassum bilan qarshi olyapti bu vaziyatni. Jahon chempionatiga chiqqan jamoa FIFA reytingida ham Venesuelani ortda qoldirajak. Final seriyasida biz ikkita turnir o'tyapmiz. Bu jiddiy qadam. Umumiy masalada ancha oldinga siljiganimizni, katta qadamlar tashlaganimizni Jahon chempionati kubogiga o'xshar ekan. Fabio Cannavaro ko'tarsa, ikkalasini Photoshop qilsa bo'ladi. boyagi Cannavaro ko'tarib turgan Presentation of medals to the participants of the FIFA Series 2026. Senior Vice President of Uzbekistan Football Association, Mr. Ravshan Ermatov. Vice President of Uzbekistan Football Association, Mr. Odil Ahmedov. Minister of Sports of the Republic of Uzbekistan, Mr. Adham Ikramov. General Secretary of National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan, Mr. Oybek Kasimov. Chairperson of Uzbekistan Football Federation, Mr. Bekzod Mamatkulov. Rasmiylar chiqishyapti. E'lon qilindi Suxandon tomonidan.
topshiriladi. Turning boshqa sovrinlarini, egalarini bilib olamiz. Ravshan Ermatov, Adham Ikromov, Oybek Qosimov, Odil Ahmedov va Bekzod Mamatqulovlar chiqib ketishdi. Ladies and gentlemen, as an appreciation to the match officials of the final, we would like to present the commemorative medals to the referees of the final match. Albatta, referilar ham Please welcome Medarmek medallarni Tachir, qabul qilib Kyrgyz olishadi. Republic, Ismailjan Talibjanov, Kyrgyz Republic, Yildoz Mursabekov, Kyrgyz Republic, Abdullah Davlatov, Tajikistan, Zayniddin Alimov, Kyrgyz Republic, and Akmal Guriyev, Tajikistan. Ha, Qirg'iz Respublikasi hamda Tojikistondan tashrif buyurgan FIFA referilari Medirbek Taichev, Ismoiljon Toljonov, Edos Mursabekov, Abdullo Davlatov kabi hakamlar brigadasiga ham esdalik medallari topshirilyapti. Yaxshi ishlashdi hakamlar. Xalaqit berishmadi. Ha, The FIFA Series 2026 Most Valuable and the award goes to eng yaxshi Abduqodir futbolchi Husanov FIFA Series from turnirining yaxshi futbolchisi Uzbekistan. sovrini Abduqodir Husanovga topshirilyapti. Buni zo'rayman. Bitta o'yinda olib keldi. Meniki dedi bu. Ishonchli harakat qildi. Hozir taqsimlashtirmagan uchun ham sezilmaydi, lekin ishonchli harakat qilgan himoyachi raqib hujumchilariga muammo. Ha, rostdan ham Abduqodir Husanov yaxshi o'yin o'tkazdi, haqli o'yin o'tkazdi. Ana endi ikkinchi o'rin sohiblarini taqdirlashadi. Salomon Ramdon va uning jamoasi rejissyor. Ikki marta O'zbekiston milliy jamoasi bilan o'ynadi va ikkalasidan durang. Bittasi esa penaltilar seriyasidagi mag'lubiyat bilan O'zbekistonni eslab qolishadi. Va mana bu medal ularga eslatib turishadi. Eslatib turadi. Olmos. 26 nafar futbolchi qaydnomaga kiritilgan Venesuelada. Ularning har biriga medallar topshirilmoqda. Toshkent mezbonlik qilgan FIFA Series turniri ularning yodida qoladi bu esdalik medal bilan. Medallar. 0-0 penaltilar seriyasida 5-4. Darvozabon penaltilar seriyasida qahramonlik ko'rsatmagandir, lekin Ko'rsatmoqchi bo'ldi. o'yin penaltilar seriyasigacha borishimizga sababchi bo'ldi. Shunday. Uzbekistan to receive the champion. Va endi oltin medallar egalariga topshiriladi. O'zbekiston terma jamoasi FIFA Series turniri g'olibi sifatida oltin medallarni qo'lga kiritdi. Futbolchilarimiz oltin medal bilan birgalikda kubokni ham qo'lga kiritishmoqda. O'tkir Yusupov, Abduqodir Husanov, Hojiakbar Alijonov, Farruh Sayfiyev, Rustam Ashomatov, Akmal Mazgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskandarov, Odiljon Hamrobekov, Azizjon G'aniyev, Oston O'runov, Abduvohid Ne'matov, Sherzod Nasrullayev, Eldor Shomurodov, Umar Eshmurodov, Botir Ali Ergashev, Dostonbek Hamdamov, Alisher Odilov, Ibrohim Ibragimov, Behruzjon Karimov, Igor Sergeyev, Umar Ali Rahmonaliyev, Muhammad Rasul Abdumajidov, Jahongir O'rozov, Muhammad Qodir Hamraliyev va Sherzod Temirovlar. Abduvohid Ne'matov bugungi uchrashuvning asosiy qahramoni desak to'g'ri bo'ladi, chunki eng muhim pallaga katta sahnga chiqdi. Vicente Del Bosque Iker Casillas haqida bir chiroyli ta'rif ishlatgan. Men yoshligida Ikerga ko'proq yelkaga mashq ishlashni
tavsiya etaman, chunki hali hayotimda ko'p klublar ko'rganman. Shomurodov va Odil Ahmedov o'zbek futbolining ikki afsonasi. O'tmish va hozirgi zamon uchrashganda mana shunday uchrashuv. Bu uchrashuv bunyodkor stadionda FIFA Series xalqaro o'rtoqlik o'yinlari turniri g'olibi O'zbekiston uyda ko'tarish terma jamoasi. Oqbo'rilar chempion! Tabriklaymiz barchani. O'zbekistonlik futbol muxlislarini, O'zbekiston terma jamoasini yaxshi kayfiyat qilishganligi uchun bu futbolchilarning har biriga alohida rahmat aytish kerak. Albatta. Yaxshi ikkita o'yin o'tkazib berishdi va bu kubokdan ko'ra ko'proq narsaga to'fabel tomon shtabi futbolchilarni hozirgi holatini ham bog'lamlarni ham ishlab o'tishdi. Bu muhimroq o'zi aslida. Lekin klub kimga yoqadi? Muxlislar nazarlashyapti. Bunyodkor stadioniga kelgan bugungi 29 mingdan ziyod muxlis uyida juda bir boshqacha kayfiyatda bo'ldi. Tabriklar! O'zbekiston ahlini chiroyli sovg'a bilan tabriklaymiz.